O'zbekistonda yangilik antennamiz kelgan. Buni nimasi yangilik deydigan bo'lsangiz, oldingi antennalarimizga nisbatan qulayliklari ko'p, yaxshi to'lqin ushlaydigan antenna hisoblanadi. Buni hozir batafsil ma'lumot Shohruh akamdan bilamiz. Keling Shohruh aka. Xo'p, bu antennalarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapsiz. Antennalarimizni butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib beryapmiz. Kuniga tepachkada o'sha bunda 20 ta bo'ladi. 20 ta 30 ta odamga jo'natib beryapmiz. Hali birontasidan nojo'ya nimasini ko'rsatmayapti yo nima deyish. Noto'g'ri fikr aytishgan yo'q. Fikr aytishgan yo'q. Bir 100 ta, 200 ta odamga sotdingiz-a? Ha, 100 ta odamga. Qarang, buni misol uchun boshqa antenna 60 ming, 50 mingga oladigan antenna nima farqi bor buni? Nima yaxshiroq taraflari bor? Endi Sirojiddin buni yaxshilik tarafi buni ichiga eng oxirgi model nimalar qo'yilgan, usluy to'lqinni tortib berish. Nimalari yaxshi, ko'proq kanallar ushlaydi. Ko'proq kanallar ushlaydi. Undan ham endi tiniq HD kanallar ushlab beradi. Kanallardan ham tortadi. Maza qilib ko'rishgan-da. Maza qilib ko'rishadi. Yoshi katta, asosan buni har doimlar yoshi katta xonzodalar telefon qilishyapti. Ularga bir olib borib qo'yib bersa, ular ham mazza qilib maroqli dam olishadi. Buni ochib ko'rsatsak bo'ladimi? Bemalol ochib ko'rsatsak bo'ladi. Bu bitta mana nimada ham turibdi ekan, ko'pgina nechta bitta? Bitta hozir 20 ta bo'ladi, bitta katta pachkasi. Bittasini ochib ko'rsataylik-chi. Buni hozir ochib bir yo'li terishlarini ham ko'rsatib beramiz. Terishlari ham oson. Hozir ko'p telefon qilib usta chaqiramizmi, ustaga terdiramizmi degan savollar ko'p bo'lyapti. Yo'q, bunga usta shart emas. Buni qana teramiz? Televizorimiz yo'qmi bizda? Hozir просто qo'lda terishda qana qilib ter berishini nimasini ko'rsatib beraman. Mana buni komplektidan kabeli chiqadi. 10 metr bo'ladi. Antennamiz o'zi mana shu. Shu antenna ekanda. Bu antenna. Bu misol uchun barabansiz antennalar tomga qo'yiladi-yu, buni tomga qo'yish shart emasmi? Uyni ichida ham ko'rsataveradi. O'zlaringiz sinab ko'rdilarmi? Tavsiya etamiz. Tevaroqqa tomga qo'ysa ham bo'laveradi. Atrofi o'sha yomg'ir, chachin, avtoga nima qilingan. To'lqin tomga qo'yishining sababi to'lqinni yaxshiroq ushlaydi uyga nisbatan. Atak uyda ham ishlayveradi. Misol domlar ham ishlayveradi. Endi qancha tevaga qo'ysa shuncha yaxshi. Mana buni komplektda hozir terish shart emas buni. 10 metrlik naqa bu? 10 metrlik kabel. Ikki tarafida mana tayyor qilib nimani qilib qo'yishgan. Ikki tarafidan ko'rib turibsiz, tayyor. Buni bironta ulash nimasi bor. Olasiz, olib turib mana orqasida suqadigan joyi bor. Shunga bunday suqasiz mana. Endi suqiladi. Suqtirmas, shurib qatirib qo'yasiz. Qatirgan joyiga, mayli, qatirishim shart emas, hali oson narsa. Ha, oson narsa. Hech qanaqa bir murakkab joyi yo'q. Ikkinchi uchuni mana men mashitga metga qatirib qo'yasiz. Bu to'kka suqib qo'yasiz buni. Buni antenna ketaveradi televizorga. Mana bunisi televizorga beradigan nimasi. Televizorga suqadigan mana blokdan ichida bo'ladi. Hamma yo'g'i bor. Bemalol bu 10 metr bu simi. Bu 10 metr. Bemalol tomga ham chiqib ketavergan. Yana bitta yangilik buni ichida. Hozir mana metga vaqtdan kelayotganini ko'rasiz. Metga yana bitta nimasi bor. Bu yerga ulab ikkinchi televizorga ham bitta antenna bilan ikkita televizorni ko'rsatsa bo'ladi. Bitta antenna bilan ikkita televizorni bemalol ko'rsatsa bo'ladi. Zo'r ekan. Bu qolipda ham bitta ochaylik-chi, bir komplektlarimizni ko'rishsin. Xohlasa bemalol zakaz qilaverasizlar. Bizda juda ham ko'p O'zbekiston bo'yicha shahardan shaharga. Ha, o'sha shahar markazlarida BTS pochtani ko'p nimalarimiz foydalanishgan. BTS pochtadan. BTS pochtadan chiqarib beramiz. Xohlasa mana ko'rib turibsizlar. Juda ham ko'p. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Pastki nomerlarga Shohruh akam o'zlarining nomerlari. Mana antennalarimiz. Yangi qadoqlangan, hech qanaqa bir nima deydi, shu ashibga joyi bo'lmaydi hech qaysisida. Misol chizilgan, netgan, singan yoki bir nima bo'lib qolgan. Bemalol zakaz berib, bu narxlari nech pul endi? Narxlari 195 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastlabkisi bepul. Bir kundan 3 ish kunigacha yetib boradi.
shahar markazi, tuman markazida BTS pochtalarga yetib boradi. Farqi yo'q kattaligini Xorazmda bo'ladimi? Katta bo'lishini O'zbekiston bo'yicha farqi yo'q. Bemalol Aloqa zakaz qilishlari mumkin. Kimga shunaqa antennalar kerak bo'lsa bemalol pastki nomerga aloqa chiqaverasiz. Mana ko'p ko'ryapsizlar. Sifatiga xudo xolasa Garantiya beramiz. garantiya beramiz. Ko'rsatmay qolib, unaqa bo'lsa qaytarib jo'natib yuboraverasizlar. Pullaringni qaytarib beramiz. Bemalol buni o'rnatganlaringdan keyin telefon qilib ma'lumot olishlaring mumkin. Misol uchun berilmayotgan bo'lsalaring yoki qanaqadir bir o'zlaring tushunmayotgan bo'lsalaring, hozir ko'proq hozir odamlar telefon qilyapti deyaptilar. Endi yoshi katta insonlar unchalik baribir texnikaga tushunmaydi. Hozir so'rab nima qilishyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.